O'rtoq, iftorlikni bugun san qilib berayotgan ekansan. Chayka rezidensiya uylar esa sotilyaptimi deyman. Bugun iftorlikni men qilib beraman o'rtoq. To'g'ri, sotuvlarimiz yaxshi. Ro'zai Ramazonga ancha chegirmalar qilib tashlaganmiz. 30% pulini to'lagan insonga 300 ming so'm kvadrat metrdan olamiz. 50% to'lagan insonga 500 ming so'm kvadrat metrdan olamiz. Yaxshi. 100% to'lagan insonga 100 milliongacha chegirma qilib qo'yganmiz o'rtoq. Mazza-yu sanga. Uy qurib pulni tagida qolib ketding. Sizmisan? Ko'rganimiz ko'rishganimiz. O'tir. Yaxshimisan o'rtoq? Charchamayapsanmi? Kel o'tir o'rtoq. Tinchlikmi o'rtoq? Nega chaqirtirding? Bugun iftorlik qolman o'rtoq. Ana kuni spiska tashlading. O'sha qiynalgan insonlarni iftorlikka olib kelsang juda ham xursand bo'lardim. San toming joydami? Kim uchun qo'ysan o'zi? Anta kazo odamlarning oldiga miskinlar, becharalarni olib kelib qo'ymaysan-ku. Va uruvining ham to'g'ri kelmaydi-yu bular. Menga qara, o jipriqi. Men iftorlikni qorin qo'yib olib, ko'chada karillab yuradigan bolalar uchun qotganim yo'q. Bir kisim pul topib, kimligini unutib qo'yibsan. Esingdan chiqarma, sindoshimiz bo'ladi. Kimdandir oldida egilib, do'stlaringga ko'rsatgan g'ururingga sani. Tur, ko'taril bu yerdan. Yoqon. Sen bir kisim pul topib, kimligini unutib qo'yibsan. Men iftorlikni qorin qo'yib olib, ko'chada karillab yuradigan bolalar uchun qotganim yo'q.